bo'lyaptimi? Og'riq qattiq bo'lyaptimi? Men Qo'qon shahardan keldim. Qo'qonda 20 kun lecheniya oldim. Foydasi bo'lmadi. Mana shu klinikaga keldim. Mana doktorimiz Davronjon operatsiyalar qilib, chiroyli qilib o'tkazdilar. Mana oyoqqa turdim. Rahmat kattakon. Hech qachon o'ylamanglar grijani so'riladi deb. Hech qachon so'rilmas ekan. Qancha grija tursa, shuncha nervlaringizni o'ldirib borar ekan. Rahmat doktorga shunchalik meni tikka qilganlariga kattakon rahmat. Yura olmay keluvdingiz-a? Yurolmay keluvdim. Qiynalib. Alhamdulillah, Xudoga shukr, yurib yaxshi ancha. Qarshi bo'lmasangiz, haligi katalkada yotgan videolaringizni ham Mayli, tashavvur ko'rsin, odamlar bilsin. Qayerda bo'lyapti og'rig'ingiz? Mana shu chap belimdan, shu oyog'im uchigacha beldan. Yuzingizni ko'rsatmayapman endi yotganingizga. Mana shu chap oyog'imga beryapti. Yon boshlasam ham og'riyapti, baqa qilsam ham og'riyapti, yomon og'riyapti. Davolandingizmi bu bo'yicha? Ha, uyda 15 kun lecheniya oldim, nevropatolog. Ukollar yozib berishdi. 4 ta kapellisi, 4 ta dumbaga oldim. Effekti bo'lmadi. Bu xursandchilik ko'z yoshlari? Ha, xursandchilik ko'z yoshlarim. Xudo xolasa yugurib kelaman hali yana oldingizga. Ko'rganisiz. Inshaalloh. Xudo xolasa.